savol. Bu savol javobini sizga tinglamandan ko'rishganda tushuntiraman dedim. Quyosh panellarini ulashda shunaqa ustalarimiz chiqib turibdi. Misol 20 ta, 30 ta, 40 ta quyosh stansiyasini qo'ydim, muammo bo'lmadi. Nimaga bunda muammo? Deylik 50 kilovatlik invertorda muammo chiqib turibdi. Bizning 50 kilovatlik brakda bo'ylaydi. Yoki bo'lmasa mana 60, 70, 80 kilovatliklarni shu paytgacha ulab kelganman, nimaga muammo bo'lmagan? Endi kichkina kilovat bo'lsa muammo bo'lib turibdi deydi. Bu aslida invertorda emas, aslida uni bilimsizligida yo saviyasi past yoki o'sha o'rganmaganligida yoki bo'lmasa o'sha har bir invertorimizning ichida kitob bor, o'sha kitobni o'qimaganligida. To'g'ri, ingliz tilida, uni rus tillari bor. Agar xohlasa, misol bizga aloqaga chiqsa, Telegramda yozsa, yo gruppamiz bor, o'tgan tashabbusimiz rus tilidagisini bemalol ochib o'qisa bo'ladi. Bundan tashqari Instagram bor, Telegram bor, YouTube bor, bu yerda hamma ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Endi ularni olishga, kimgadir misol videosini ko'rishga erinsa, искусственный intellekt degan narsa bor, shundan ko'rsa bo'ladi. Biz boshladik endi. Quyosh panellarini qanaqa ko'ramiz? Har bitta quyosh paneli o'rtacha olaylik, o'sha o'zimiz standart o'rganib qolgan 580, 590 dan misol 600, 620, 625 vattgacha bo'lgan quyosh panellarimizni o'zidan chiqaradigan toki taxminan 41-43 volt atrofida. Hozir yoddan bilmayman, taxminan shunaqa 41-43 volt har bitta paneldan chiqadigan toki. Lekin xalostoy xod o'tda 50 volt. O'shancha biz 50 voltdan olamiz. Deylik, bitta invertorni oldik. Misol uchun 20 kilovat. Bu brak remont paneligisi ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda mana quyosh panellaridan keladigan toki maksimalni 1000 volt degan, lekin 200 dan 850 voltgacha ruxsat berilgan degani. Biz shuni o'rtasida ulashimiz kerak. Buni o'rtasida ulash uchun biz nima qilamiz? 1000 voltga olib bormasligimiz kerak. 850 voltga olib bormasligimiz kerak. 850 voltdan kamroq 600-650 voltgacha ulasak bo'ladi. Bu voltni biz qayerdan olamiz? Tester bilan panelni tekshirib 41 voltdan hisoblaganda emas, xolostor xoddan olamiz. Nimaga endi xolostor xoddan? Har bitta panel 50 voltdan bo'lganda 3 ta panel, misol 150 volt, 6 ta panel 300 volt o'sha bo'ldi. Значит, biz 6 ta emas, 12 ta panel ulasak bo'ladi. Bo'ldi. Undan oshig'i nima uchun oshiq bo'lib ketadi? Yozda volt tushib ketadi. Qishda sovuq havodan toza klimatda volt oshib ketib qoladi. Shuni hisobiga agar biz xolostor xoddan olsak, hech qachon adashmaymiz. Ko'pchilik misol 18 ta panel uladim, 850 volt, 41 voltdan 40 voltdan hisoblaganman, bari 40 volt bermayapti-ku deydi. To'g'ri, nagrizkadan uncha bermasligi mumkin. Lekin qishga kelganda u 1000 voltga chiqib ketadi. Bu yerda nima uchun 1000 volt degan bu maksimalniy показатель, u doimiy emas. 3-4 minutga, 5 minutga ora-orada oshib ketib qolganida shu ruxsat berilgan degan. Qolgan paytda mumkin emas, maksimalnisi u 850 voltgacha degan. O 850 volt xolostor xodni hisobga olganida. Xolostor xod bizda qancha endi volt? Rabochisi 40 volt. Deylik 7 volt kamroq har bitta panelda. Shuning uchun biz 50 voltdan hisoblaganda 850 ga borsa xolostor xodimiz paneldagi xarakteristikadan. Shundan kelib chiqib sekin-sekin ular montaj qilsak bo'ladi. Ko'pchilikda misol muammo bo'ladi. Misol quyosh panelidan kelgan tok kuchlanishi katta deydi, ashib kelaveradi, invertorlarni tashlab o'tadi. Sizlarga telefon qilib sizlardan yordam so'raydi. Ishlayapti, nimaga boshqa nominal invertor ishlab turibdi-da, boshqa firmaniki nimaga endi deyarli ishlayapti deydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Ular ham muammoli bo'ladi. Просто deviyada zashitasi boshqalarga nisbatan ertaroq ishlashligi uchun, undan tashqari doim unaqa narsalarni ogohlantirib turganligi uchun yoki bo'lmasa deya qo'yilgan stansiya, misol A tochkada boshqa invertorniki B tochkada. Qayerdadir quyosh chiqishi ertaroq, qayerdadir kechroq. Shu klimatga ham bog'liq. O'shaning uchun ko'pchilik bo'lganda, manimda 18 ta qo'ydi, manimda 18 ta qo'ydi. Birinchi 18 ta qo'yganda 550 vattlik panel qo'ygan bo'lishi mumkin. Deyaga kelganda 625 qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni ham katta farqi bor. Xolostor xod unda toza 50 voltgacha bo'lsa, bunda 50 voltdan sal oshadi.
o'shani hisobiga ham volti o'sha maksimalni 850 voltdan oshib ketib qoladi. Bitta deganima 850 yo 1000 volt. Boshqa invertorlarda ham shunaqa. Faqat katta 80, 100, 110 kilovatli invertorlarda u 1100 gacha qilingan. Misol Huawei'larda. Lekin ular ham 1100 uladimiga? Mumkin qachonki shu oshib ketib qolganda laboratoriya uslubi xolis bo'lib turib, sal oshib ketib qolganda mumkin deyilgan. Undan oshiq mumkin emas. Shu narsaga asosiy e'tibor bersanglar, montaj paytida ham elektriklarimiz ham quyosh panellari adashmaydi va invertorlar uzoq ishlashiga olib keladi. Hop, diyada 100 kilovatligiga nechta ulasiga bo'ladi? Bitta anaqasiga. 100 kilovatli. O'zi asosan 100 kilovatli invertorlarga ham 80-90 kilovatli invertor, 60 kilovatli on-grid invertorlarga ham asosan 12 ta tavsiya qilinadi. 14 tagacha mumkin. Undan oshiq o'sha 16 ta yo 18 ta bo'lsa ishlamaydi demaymiz, ishlaydi, lekin u nagruzkada ishlaganning hisobiga ertami kechmi umri qisqaroq bo'ladi. 10 yil ishlaydi desak deyiladi. Biz 5 yil zavod garantiya, lekin 10 yilgacha muammosi ishlaydi desak, agar biz 18 tadan panel qilsak, har bitta stringda uni umri qisqarib ketadi. 100 kilovat bo'lish uchun nechta bo'lish kerak? Bu yerda 160 ta bo'lish kerak. 625 watt bo'lsa, 160 ta bo'lish kerak, to'g'rimi? 160 ta. Hop, uni 10 ga bo'lamiz, to'g'rimi? 10 ga bo'lsak, bu yerda nechta stringi bor? Bu yerda bu 2 barobar ko'p. 100 kilovatda nechta stringi bor? Misol uchun 100 kilovatda olsak domani, noto'g'ri ko'pincha 100 kilovat kuyib qolayotgan sababi noto'g'ri ulashda, to'g'rimi? To'g'ri, shunaqa, noto'g'ri ulash. Bu 625 watt bo'lsa, nechta string chiqadi? Yo'q, muammo bu yerda 2 barobar ko'p doim. Nima uchun 2 barobar ko'p qilingan? Sababi bir paytlar 450 watt, 250 wattli panellar bo'lgan. Uni volti o'sha 45 voltgacha, 47 voltgacha bo'lgan, lekin vatti kichkina bo'lgani uchun ko'proq ulashga to'g'ri kelgani uchun, ko'proq string qilishga to'g'ri kelgani uchun o'sha paytdan qolgan. Hozirgi kunda bu panellarimiz mo'shnasi kattarib ketdi, 510, 725 gacha chiqib ketdi. Shuni hisobiga o'sha stringga teng yarmini taxminan 40-45%ni iste'mol qilamiz, foydalanamiz. Endi shunaqa holatlar bor, ko'pchiliklar xayolida o'ylaydi, voltni balandroq qilsak, quyosh panelidan kelgan effekt ko'proq bo'ladi, ko'proq tok ishlab chiqaradi. Agar voltni kamroq bo'lsa, bateriya soatini ko'p bo'ladi. Quyosh panelidan oladigan daromadimiz, to есть tok kamroq bo'ladi. Shuning uchun 18 ta qil, 20 ta qil deydi, hech bo'lmasa 16 ta, 17 ta qilgan stringga deydi, volti ko'p bo'ladi, bateriya kam bo'ladi deydi. To'g'ri, volti ko'p bo'lib, bateriya kam bo'lishi mumkin, lekin muammo bizda ani invertorimiz doim nagruzkada ishlab qoladi va tezroq buzilishiga yoki kuyishiga olib keladi. Agar voltini kamroq qilib, o'sha standart volt qilsak, unda muammosi ishlaydi. Mayli bizga bir kunda deylik 100 kilovat emas, 96 kilovat, 97 kilovat bersinda, bir 1-2 kilovat kamroq tok bersa o'sha bateriyaning hisobiga. Lekin uni umri misol 10 yil ishlasa. Chem buni qo'yib olib 1 yil, 2 yil ichida kuydirib qo'yib, yarim yilda kuydirib qo'yib, uni yana falon pulga remont qildirib yoki bo'lmasa o'rin-o'rin almashtirib, mijozni ham oldida nima deyiladi, ishonchni yo'q anaqa qilib, ishonch yo'qotgandan ko'ra iloji boricha shu narsaga e'tibor bergan yaxshiroq. Nima savol edi?